Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, opa-singillar, aka-ukalar. Nargiz opa, menga yaxshi yuz yuvish vositasi tanlab bering. Men tanlab ola olmayapman. Ularni kimlar uchun, nima muammo uchun, tarkibida nima bor, sifat qay darajada va qanday holatlarda ishlatish kerak, parvarish etabida qaysi vaqtda qo'llash kerak. Hammasini yaxshilab tushuntirib bering degan o'zimni kuzatuvchilarim uchun. Xo'p, Eclado brendidan foaming cleanser. Bu penka yuz yuvish vositamiz kimlar uchun, nima uchun, qanaqa mahsulot, hammasini tushuntirib beraman. Bu penka kimlar uchun? Erkaklar uchun, ayollar uchun, yog'li koja, quruq koja, normal holat, akneli kojalar uchun tavsiya qilinadi. Nargiz opa, bu penka nima foydasi bor? Bu penkani foydasi sizni yuzingizdagi iflosliklarni, poralarni ichidagi kirlarni, yog'ini, meykapdan qolgan qoldiqlarni hammasini yumshoq tarzda teriga zarar bermasdan tozalab oladi. Velvet teksturasi yuzingizni yuvganingizdan keyin teri qurimaydi. Yumshoq ipakdek holati qoladi. Yuzni yangilaydi. Tonusini oshiradi, rivojlanishiga yordam beradi. Meykap qoldiqlarini qoldirmaydi va keyingi parvarishingizni yuzga yaxshi singishi uchun terini zo'r tayyorlab beradi. Tarkibida yuzni yumshoq yuvuvchi bazalar, aminokislotali surfaktantlar terini quritmasdan tozalaydi. Glitserin va gialuron kislotasi terini namlantirishni ta'minlab beradi. Botaniya ekstraktlari, aloe, romashka, zelyoniy chay bular tinchlantirish va antioksidant ta'sirini qiladi. Vitaminlar E va B5 bular terini oziqlantirib tiklab beradi. Qachon yuvish tavsiya qilinadi? Buni har kuni ertalab va kechqurun parvarish qilishda birinchi qadam sifatida ishlatiladi. Meykapdan keyin chuqur tozalashga, terida mo'yli, poralari to'la va aknega mo'yil, quruq va normal yuzlarga tavsiya qilinadi. Demak, bilib turganingizdek, hamma yuzga tushadi degani. Terini parvarish qilishda birinchi qadamlarda imенно mana shu penkani tavsiya qilaman. Bu bilan yuvasiz. Undan keyin teri pH balansini, muvozanatini tiklash uchun toner obязательно ishlatamiz. Undan keyin albatta serum ishlatamiz. Terida muammosiga qarab vitamin C, gialuronoviy yoki niacinamidli bo'lishi mumkin. Undan keyin krem surtamiz. Terini namlantirish uchun, regeneratsiyani yaxshilash uchun. Agar bu parvarish kunduzi bo'lsa, SPF bilan tugatasiz. Agar kechki parvarish bo'lsa, SPF shart emas. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like, narxlar qiziq bo'lsa kommentariyaga narx so'zini qoldiring.